Yine koy pazarının koyları. Yine şimdi ükse. Şimdi bulalım şimdi. Şimdi olalım. Bu halkımız için zor. Yani şimdi ortada yürüdüler, doğru mu? Assalamualaikum, assalamualaikum. Biz Musaqatdan güzel tumançıkeləm, sağımız, sağımız. İnşallah bize Törkül tüməni mal bazarındamız. Bugün haftanın 6-cı günü. Keçqorun çağrı qılıb video qılacaqmız. Mal bazarda katta yangiliklər olubdu. Xudo xolasa çağrı qılıb video hazır qılamiz. İnşallah kanalımıza yangi bolsanlar abunə olub, kraslar çağrı qılıb qolab turamız. İnşallah başladı. Maşallah, maşallah. Bu nima? Bu mal bazarı mı yoki bo'lmasa bir katta bir shaharning o'rtasi mi? Betonlangan ko'chalar. Ya bir köçemez ki. Xo'sh. Bu mal bazarının tenkileri bu. Mal bazarının senkisi bu. Tenki. Mallar qanday duradi bir de orta beton. Şimdi baylanады bu Xudo xolasa. Shundan bu ikki o'rtoqda mal duradi. Ha bu yerdachi? Bir anda. Bir de adamlar yürüydü savdalaş. Maşallah. Bu neçə sonda iş. Ha, yine malcha so'm. Sog'liqmi yo qisirmi? Aha. Şimdi Falan 10 milyon so'm. Bo'ldi, ketdi. Keyingisi. O'kischa. Şimdi bo'lamiz shunda. Şimdi olalım. Bu halkımız için zor. Yani şimdi ortada yürüdüler, doğru mu? Maşallah. Yine mal bazarda katta yangilik ki Xudo xolasa. Zor bo'ptidan Hava? lekin bor. Hava? Bira 600 kiloluk 700 kiloluk malla boyamıştı. Hava? Doğru mu? Birinci işini koparar. Doğru mu? Bu narsa standartda javob beramagan bu eng qiziqi. Kopart taşımaganmi? Bira bu almaturlarning tomonda endi. Ona kichkinaroq mallar katta, yo'qona kattaroq mallar baland chiqadi. Xo'p, mayli. Mushtoriyanda bu mukammallar qilib chiqadi buni. Hammasi bir standart. Men bu yerga bir shahar barpo bo'lmagan dedim. Şu mal pazarda komun değil taze bir station üstünde yüksek tane köçede kaldığında yüksek çöt veremeyiz. Maşallah. Ne deymizmi endi? Gap yo'q, nima deymiz endi? Endi maqtib yuborsak paxta qo'ngan deb olamiz. Tanqidbay yerda hurmatli prezidentimiz aytadi, tanqidbay yerda o'sishlik bo'ladi. Hava? Lekin bu narsasi bilmadim lekin standartda javob berami yo'qmi? Mana shunday qara. Hava? Yo'tibmisan almaturni. Hali beri mal qo'yilmadi. Biz ayni so'mkab turibmiz bozordan bir kun burun. Shatamiz bir davom chakalab ko'ringlar, uzilsa shu yerda uzilib qolsin bu narsa. Buni ertaga o'zi regrof ketib aytadi o'zi. Ertaga o'zi uziladi buni. Ertangi o'zi uzadilar deymi? Maşallah. Lekin akurat ne bo'pti lekin? Nechadan shunda parxod bo'libdi? 1 2 3 4 5. O, dokonsa bo'libdi-ku bu, to'g'rimi? Gap bu mumkin emas. Endi ustozimiz chiqaribdi, shunday bir zavrubosida buni ustozimiz tarbiyatlimiz, ya'ni shunday bo'pti ekan. Sizni ya'ni video murojaatingizni inobat olgan holatda inan shunday turib mukammalat. Oxir xalq bilsin, ish faoliyatini to'xtatib endi nima deymiz bu yaqinda? Endi buni ko'rib turibdi. İcatga ketdimi? İlhom keldimi ya? İlhamim gap ketdi. Maşallah, ilhom hammada gap turibdi hozir. Hammada ilhom kelib yotdi. Bundan ilhom keldi hozir. Sen görüyenden sonra ilan kaydadan başla verersin. Maşallah. Yine kaptan bu ilham. Maşallah. Gap bu mumkin emas, yine mal bozorda katta yangilik bo'libdi. Tak paraxodlar, bular odam yuridi on. Akkuratni paraxod bo'ldi, как Yevropa bo'libdi bu yer. Ta 1 2 3 4 5 tane yo'lakcha bo'libdi. Men o'rtasida mollar turadi ekan. Bog'lab qo'yadilar, akkuratni sotaveradilar. Xo'p, qo'y bozori o'tadigan bo'lsak, embellari semeslarni tashab katta yangilik. Ha, ina bu yerda ina решетка qo'yibdilar. Что ben mal bozor отдельный, ben qo'y bozor bo'libdi отдельный. Qo'y bozorda ham katta yangilik, chunki qo'y bozorining o'zida ham shunday qo'ylarni bog'lab qo'yadigan, turbalarni qo'yganlarni spisanli. Qayta qo'y bozornikini quvvatlayaptilar, uzib ketmayapti. Qo'ylar yomon qo'chqarlar bor-ku, yuboraman deb turadi. Xo'p, ina shunday bo'libdi. Mana gravashda уже gap turib qo'y bozor, mal bozordan danib yurmanglar, chunki katta yangiliklar bo'lib ketgan. O'rtalar semestr shag'allar, ina billari qo'ralarni qo'yganlar spisanli temir qo'ralarni mahkam qilib. Shunday yangiliklar Törkül mal bozor, ya'ni qo'y bozorida shunday yangiliklar bo'lgan. Уже bu haftaning 6-kuni, ya'ni shanba shunday. Naq? Qatar yo'l bo'ladi ekan. Mashin bemalol ketib chiqadi ekan. Maşallah, bu yon taraf 2 qator yo'l bo'ladi endi. 3 qatar dedi. 3 qator. O bu shahar barpo bo'libdi-ku bu yerdan shunda. Hali usti novis bo'ladi dedi. Maşallah, yine yangilik. Zaryadchilar Type-C, iPhone shular ham qo'yib beradi dedi. Stol bola zaryadchilar ham bo'lishi mumkin. Yo'q, har bir malni qatlamda turadi. Derecesi dumne reklama olib ketadi, ustini novis etamiz dedi. Maşallah, yine yangilik. Agarda malda pulun yetmasa, He.
Shundan ham appari beradilar dedi. Budim katta yangilik bo'lib ketdi. Ina bu haqiqatdan mina qo'y bozordamiz. Ina bir de qo'ylar dam olib yotdi. Ertaga bozorni kutib yotib bo'layin de. O bozorni kutib. Maşallah ina. O. O. Ina qo'y bozorni qo'ylari. Ina şimdi yangilik xudo xolasa bugun srochni tezkor. Уже katta o'zgarishlar bo'lyapti. Beni zavor bilan o'radilar. Bir Yevropa bo'lib ketdi bellar. Ya'ni bellar уже stavalar ishlab boshladi ina. Geçten şaşlıklar paşlıklar çayla bulup polni zavur bilan o'raldi. Endi bellar sement tashag'anlar. Projektorlar bir emas 3 tane projektor endi yapaqda bir tumal bozorning ichini. Polni aytaman geçemez, gelemelasizlar. Bozorga уже asatına biz syomka qilib turibmiz. Ona почти 10 minut bor. Bilan kutarganlar endi sement tashag'anlar berganda loy, balchiq, xarob bo'lib yotgan yo'q mol bozor. Akkuratni bo'lgan, chiroyli bo'lgan. Ajoyib bo'lgan. Xudo xolasa kelaverasizlar inshaalloh. Sog' bo'lasiz, salom bo'linglar. Videolarimizni bir krasavchik like bilan qo'llab turasizlar inshaalloh.